Xitoy intizom tekshirish organlari bu yil 24 ming deloni bartaraf qilganligini e'lon qildi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qo'nchoq organi bo'lgan intizom tekshirish idorasi bu yil 10 oy ichida Sharqiy Turkistonda 24 ming deloni tekshirib bartaraf qilganligini xabar qilgan. Xitoy bergan bu xabarda diqqatni chekadigan bir qancha masala bor bo'lib, u bo'lsa-mu jazolangan kishilarning millat ayrimisi berilmagan. Nima ish, nima voqea bilan jazolanganligini aniq bermagan. Xinhua agentligining xabar qilgan ayrim delolarga qaraganda, jazolanganlarning ko'p sonliqining milliy kadr yoki Uyg'ur ommasi ekanligi ma'lum bo'ldi. Xitoy bu yillik qattiq zarba berish harakatida Uyg'ur kadrlarni Uyg'urlarga hesdoshlik qiladi deb qarab, ularni har xil tuhmat va bahonalar bilan jazolab ishdan bo'shatib, ularning o'rniga Xitoy fuqarolarini ishga o'rinlashtirganligi isbotlanmoqda. Amerika Xitoyning xalqaro iqtisod bozorida e'tiborga erishish talabini rad qildi. Amerika prezidenti Trumpning Xitoyning xalqaro iqtisod bozorida e'tiborga erishish talabini rad qilishi Xitoy bilan Amerika ziddiyatining yangidan boshlanadiganligidan derak beradi ekan. Chunki Xitoy xalqaro iqtisod bozorida e'tibor berilishdan ayrilib qolsa, mo'ljalligisiz ziyon tortadi ekan. Yaman Saudiya Arabistonga hujum qildi. Yamandagi Hosiylar tarafidan Saudiya Arabistonning Hamis shahriga qo'yib berilgan ballistik boshqariladigan bomba havo mudofaasi sistemasi tarafidan pochoqlab tashlangan. Pokistonda o'quvchilar yotiqiga hujum qilish voqeasi yuz berdi. Pokistonning Peshawar shahridagi Yezi egilik universiteti oliy maktab o'quvchilari yotiqiga noma'lum qurolliqlar hujum qilgan bo'lib, hujum natijasida 11 kishi qazo qilgan. Qazo qilganlarning ko'pinchisi o'quvchilardan bo'lib, 37 kishi yaralangan. Qatar bilan Angliya birlashma harbiy manevri o'tkazdi. Qatar Mudofaa Ministerligiga qarashliq ma'naviy yetakchilik organi bayonot berib, 5 kun davomlashgan bu manevrning Qatar amirligi havo armiyasi bilan Angliya havo armiyasining birlashma urush kuchini namoyon qilish maqsadida o'tkazilganligi qayd qilingan. Rossiya bilan Misr o'zaro havo tavallikini yechib etishga kelishgan. Kelishimda ikki davlatning urush aeroplanlari o'zaro havo bo'shlig'ida uchish va o'zaro havo bo'shlig'ini ishlatishga ruxsat qilgan.